There's no glass. Force field. I've never seen that kind of technology. That's because it hasn't been invented yet. Tasavvur qiling. Kosmik kemaning eshigi ochiq, lekin ichkaridagi havo kosmosga chiqib ketmaydi. Sababi u yerda oddiy shisha emas, ko'rinmas plazma devori turibdi. Va eng qizig'i bu shunchaki fantastika emas. Ko'pchiligimiz Star Trek yoki Doctor Strange filmlarida kuch maydonlarini ko'rganmiz. Ammo fizikada bunga yaqin real texnologiya mavjud. U plazma window, ya'ni plazmali oyna deb ataladi. 1995-yilda fizik Eddie Gershkovich ushbu texnologiyani yaratadi. Endi savol, plazma o'zi nima? Plazma bu moddaning 4-holati. Qattiq, suyuqlik, gaz va plazma. Agar gaz juda yuqori temperaturagacha qizdirilsa, atomlardan elektronlar ajralib chiqadi. Natijada ionlashgan gaz, ya'ni plazma hosil bo'ladi. Quyosh ham aslida ulkan plazma sharidir. Plazmaning eng muhim xususiyati uni magnit va elektr maydon bilan boshqarish mumkin. Shuning uchun fiziklar issiq plazmani magnit maydon ichida ushlab turishadi. Xuddi ko'rinmas idish ichidagi olov kabi. Plazmali oyna ham shu prinsipda ishlaydi. Gaz taxminan 6,5 ming gradusgacha qizdiriladi. Natijada plazma hosil bo'ladi. Bu plazma vakuum bilan oddiy havoni bir-biridan ajratib turadi. Ya'ni bir tomonda vakuum, ikkinchi tomonda atmosfera bo'lishi mumkin. Bu esa kosmik texnologiyalar va yuqori aniqlikdagi sanoat uchun juda muhim hisoblanadi. Lekin olimlarni boshqa savol qiziqtiradi. Agar plazmani havo ushlab tura olsa, u o'qni ham to'xtata oladimi? Nazariy jihatdan qisman ha. Ammo bitta plazma qatlamining o'zi yetarli emas. Tasavvur qiling. Birinchi qatlam ultra issiq plazma. U kirayotgan metallni qizdiradi. Ikkinchi qatlam minglab lazerlardan iborat energiya panjarasi. U obyektni eritishni boshlaydi. Uchinchi qatlam esa uglerod nanotrubkalari. Bu material po'latdan bir necha barobar mustahkam, ammo deyarli ko'rinmaydi. Shunday qilib, plazma, lazer va nanotexnologiyalar kombinatsiyasi kelajakdagi haqiqiy force field, ya'ni kuch maydonining asosi bo'lishi mumkin. Lekin hozircha bunday texnologiyalar to'liq mavjud emas. Sababi juda katta energiya, kuchli magnit maydon va murakkab materiallar kerak bo'ladi.